Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Aynek programımız hoş geldinler. İlşat siz mi hoş geldiniz? Rahmat, assalomu alaykum. Xush keldik, xush bulduk. Hürmetli görürmenler, hem de bu haftada biz sizlerge başkaça yanıcı bir tem bilen aldığınlar turupdimiz. Hem de İlşat'ka siz mi bekirak Xitayni bekirak mulayız kılısız, bekirak yaxşı düşünsüz degendek. Hem de yakından yaqqı çoğun bir özgüreş boğallıqını anlavatımız. Hatta ben nimedeki Xitayninki taratqulardaki doyin substiki Rim minbağı yani xalq gezdidiki özde işte bir generalniki yoki bir necha bu siyosiy biro a'zosininki qo'lga ilinganlik tekshirinayotganlik to'g'riliq nima bor ekan hamda chiqiribdi. Bunun qartami bu burunlik mesela Xitoy demokratlarında söz çöçek bir neslen taqit etdi, bu oldu, özgürleş buldu, aqıldı, yoqıldı degandek. Bu vaqtda bunun bekelik diqqatimizni tatmaydi. Hamda maqitim Xitoyninki o'zininki nimalarda xabarlarda shuni taqit etgan bo'ldi. Bunun ichida hamda eng chong general Zhang Yusha aninkinin boshqa bir necha kishini tutqanligi qo'lga olganligi yoki tekshirayotganligi to'g'riliq bir xabarlar bor. Endi siz buni masalan yaqindan kuzatib ko'rasiz deb o'ylayman. Shunga o'sha yaqinqi ahvollarni deb beramsiz yoki harbiy o'zgarish qilmoqchi bular shuni tutildi degandek bir gaplar bo'lyapti endi. Shunisiz ko'z qarshiga chiqishcha beramiz. Buldu. Bugünkü programımız mı fevkalade buldu bu. Doğru. için demek bu men için mi bir fevkalade boğallığı için. Hoş. Şunanga bu programın işildi o. Hoş. Bu neç gün boğan? En dastlapta 5 günün aldıda bugün 6 gün. 6 günün aldıda bir Xitay mesela bu Twitter'da yani X'te Zhang degan bir Xitay, mustaq Zhang Yusha, Liu Zhenli degan iki general ve başkalar tutuldu degan tekshirilyapti deb. Tunigun bir gün o Xitayning xabar chiqarib buni jazmlashdi deb. Mana degan vaqtida siz bilan bir ikki program ishildik. Hoş. Xi Jinpingni Zhang Yusha tutib ketibdi, uyini qo'yapti, bu degan xabarlar bakjiq bo'ldi. Shuni bilan ikkimiz programma ishlash jarayonida men degandim, Xi Jinpingning huquqi mukammal. Unda qilish mumkinchiligi asosan yo'q degan. Ama Xitoy maddalari va ba'zi Uyg'urlar Xitoyning uchurdan foydalanib Zhang Yusha Xi Jinpingni tutadiga, o'rvidiga, solaydiga davir Xi Jinping qo'rqanchiligida hamda Zhang Yushani tutdi. Chaqchaq o'rinda başlasak. Hoş. Bu yerda tutdi hamda. Ama bu bir cho'ng vaqa. Cho'ng vaqa deyishimdikisi Zhang Yusha bunda deganda Xitoyninki belki ba'zilar biladi, ba'zilar bilmasdi. Ikkinchi avlod. Ikkinchi avlod bo'lgandimi, alohida bir ikkinchi avlod. Xi Jinpingning dadisi Xi Zhongxun Shanxi o'lkasidan. Bular shu eng dastlabda Liu Zhidan degan bir Xitoyning kaynida billa yana kommunist qurib 20-yillarning oxirisi 30-yillarda hozir kaynida Xitoyningki maqtaydigan Yangan yana. Şu Yanganni eng dastlabda shu Xi Zhongxunningki ustozi yoki yo'lboshchisi bo'lgan Liu Zhidan degan adam uyarni egallab kommunistlarning birinchi bazasini sharq shimolda qurgan. Bunun ichida Xi Zhongxun uning yordamchisi Zhang Yushaning dadisi Zhang Zongxun degan Xitoy Xi Zhongxunning yordamchisi. Mana deganda Xi Jinping bilan Zhang Yusha ikkisi dadisi bir-birisiga yordamchi bo'lgan bo'lsa, bu ikkisimi bir-birisiga yordamchi. Onundan keyin madaniyat inqilobi mezgilda bo'lsin, ikkisining dadisi urilgan, so'qilgan, chatki qilgan. Shuning uchun bular Akfukidek yoki Ag'inidek yaqin o'tishgan. Ama Xi Jinping qaraganda Zhang Yusha degan Xitoy harbiyda rasmiy chiniqqan, Vyetnam urushi qatnashgan, Vyetnam urushida
tök alayda talantını ko'rsatganligidan bu qadam o'sib hozirgi darajaga kelgan. Endi bu yerda nima uchun endi bu bir cho'ng voqea degan vaqtda birinchisi Si Zinpin demak o'zi bilan tang burungi tang dadisi bilanmi ota-onasi bir bo'lgan, bir-birisiga sodiq bo'lgan va keyingi vaqtlarda Si Zinpin o'zi ikkinchi avlod bilan yaxshi o'ynagan, bir-birisini do'st bo'lgan hamda bir-birisini yo'llagan. Mana degan vaqtda Si Zinpin chiqqan vaqtida eng dastlabda Si Zinpin tozalash yeb borganda Zhang Yusha boshdan oyoq buni qo'llagan. Agar qo'llamagan bo'lsa Si Zinpin bunda tezlikda o markaziy Xitoyninki markazini masalan burungi ichki harbiy qo'mondon va necha mudofaa ministri va saqchilarni tutgan Jo Yunkang deydi. Bularning hammasini ip tashlab etish unda oson emas. Zhang Yusha buningda nayt cho'ng tok qo'shgan. Bunda bir Xitoyni ivitish yana birisi huquq jihatdan Zhang Yusha Si Zinpindan qolsa Xitoy kommunistninki harbiy ishlar komitetining 2-nomerli qadam. Bu yerda ham 2-nomerli qadam, ham mana degan vaqtida harbiy ishlardagi Si Zinpinga haqiqiy ahvolni, Xitoy armiyasining haqiqiy ahvolini chinlik bilan deb bera oladigan, fikr bera oladigan birdan-bir adami. Birdan-bir adami. Buni yo'qityapti degan gap. Birinchisi Si Zinpin o'zininki yo'liga odamlarni yo'qotish, o'zi bilan burun yaqin o'tganlarni yo'qotish, sadoqat bildirganlarni yo'qotish, ham uningga to'g'ri fikr, to'g'ri tavsiya bera oladigan odamlarni yo'qotishga boshladi. Bu bo'libmi harbiyda hamda nihoyat muhim. Shuning uchun bu butun dunyoni hang-tang qoldirdi. Bugun bir parcha bir Amerikalikning yozgan hukumatdagi bir amaldorning yuqori emas yozgan bir parcha qisqa bir maqolasini ko'rdim. Bu deydi biz Zhang Yushaning bo'g'ilishini xohlatdik deydi. Chunki Zhang Yusha bu Xitoy harbiy ishlariga mutaxassis. Harbiy ishlardan o'sib chiqqan, harbiylarni biladigan, bu jihatla Xitoy armiyasininki haqiqiy kuchi qanchalik, qayergacha bora oladi. Buni hammani yaxshi biladi. Shuningga Si Zinpinga birdan-bir to'g'ri, durust fikr bera oladigan, tavsiya bera oladigan odam deydi. Endi buning yo'qolishi Xitoy armiyasini nihoyat xatar tavakkulchilikka boshlab mangdi dedik. Bu dunyoni hayron qoldiradigan cho'chitgan yeri shu. Endi bu yerda har xil gaplar bor. Nima uchun ag'diryapti degan vaqtida. Masalan, ba'zilari Xitoy nimaninki o Amerikaninki Wall Street Journalninki bir muxbir Willingning degan muxbir deydi. Xitoyninki deyishcha Zhang Yusha Amerikaga maxfiy Xitoyninki yadro qurollari, ya'ni atom qurollarininki ahvolini Amerikaga yetkazgan, ya'ni jasuslik qilgan, xainlik qilgan deydi. Bunda cho'ng huquqdagi odam bunda qilish ehtimoli nihoyat tuvan. To'g'ri. Bu endi Xitoyning bo'libmi Si Zinpindek bir odamni tutish uchun bunda yuqori darajadagi bir Xitoyni harbiy amaldorni tutish uchun cho'qim bir to'kmat bo'lishi kerak. Bu to'kmat azroq xalqni cho'chita oladigan bo'lishi lozim. Shuning uchun menimcha bu birisi. Yana birisi hamda parxurlik. Ammo Xitoyninki tunugun deyman. Bir kun kash, ammo tunugun bizning kunimiz xalq geziti, harbiy gezitida alayda bir parcha maqola e'lon qilib, buningda bir necha yig'iz so'zi bor. Yana partiyaning harbiyga bo'lgan mutlaq yetakchiligiga to'silg'ulik qilgan deydi. Harbiy ishlar komiteti raisining buyruqlarini
ijro qilishda to'salg'i bo'lgan deydi. Endi buni qanday analiz qilamiz deganda, meningcha ma gaplari muhimroq. Demak, bu odamda bilimi bor, harbiy ishlarda. Bilimi bor odam, harbiyning ichidan chiqqan odam, Xitoy armiyasini biladi. Mening ko'z qarashimcha, bu yerda birinchisi albatta Xi Jinpingning gumonxo'rligi. Bo'libmi shu chet eldagi Xitoyning mardonlari to'xtamay, bu Xi Jinpingni tutidagi qo'nilarga birlashibdi, Hu Jintao bilan birlashibdi, uning bilan birlashibdi degan, men oldin ketimi degan, Hu Jintao tugagan ne vaqt? Hu Jintao'ni shu yig'inda ikki qo'ldan tortib so'rab ochiq ketgan vaqtida Hu Jintao tugadi. Uning siyosiy o'zgarish qilg'idek hechimiz qolmagan. Ammo bu maddalik yolg'on yo'q so'zlar diktatorning quliqiga bormay qolmaydi. Uning ko'zi ko'rmay qolmaydi. Shuning bilan diktatorning hammasi bo'libmi Xi Jinpingdek ish cho'ngaygan siri uningdagi qilayotgan ishlarining hozirgacha ya iqtisodida Xitoyninki yoki fan texnikada yoki boshqa ishlarda hech qanday ilgirlash yo'q, hammasida chekinish. Masalan, iqtisodi hozir osqayotidi. Tayvanni olamiz degani xeyli davatidi, ammo ishlari oqmayotidi. Maduroni qo'llaganti Maduroni tutib keldi Amerika. Eronni qo'llaganti Eronni bombardimon qildi Amerika. Hamas u bularni qo'llab baqqan ularni mag'lub qildi, yo'qotdi Amerika Isroil orqali. Shuning bilan Asadni aeroplan bilan operib Beijingda kutib olgan Asad hozir Moskvada qalanday bo'lib yuryapti. Suriyaga ketdi. Shuningga qilgan ishininki mayli diplomatiyada, mayli iqtisodda, mayli harbiy ishlarda hech qanday bir ilgirlash yo'q. Aksincha chekinish bo'lyapti. Bunda bir ahvolda diktator texmi gumonxo'r, hamma ishni boshqalardan ko'gisi keladi. Ham shuning uchun bu yerda har qanday diktator ideyasi bor yoki shu tarafga manganlar haq so'zlaydiganlardan gumon bilan qaraydi. O'zininki gapini yaqlab mangmaganlarni texmi gumon bilan qaraydi. Shuningga mening farzim Xi Jinpingning balkim Tayvan masalasida yoki bir yil yoki kelar yili cho'qim elishimiz kerak degan bo'lsa, Zhang Yushadek bir harbiy amaldor o'zining qo'l ostidagi askarning kuchini biladi, Amerikaninkini biladi, bundaqlar. Shuningga yo'q, bir yil bo'lmaydi, hozir kuchimiz yetmaydi, kelar yilmi bo'lmaydi davasa, shuning bilan bu adash shu Amerika parasi o'xshaydi. Buni haqlar davatati meni tutudi davatati, bu hamma gapimga men mandalik desam bu qo'shilmayotidi, gapimga har doim nim qildi deb uningniki harbiylar tuzum bilan mangidi. O buyruq harbiyning amaldor tarafdan keldi, siyosiy tarafninkini harbiylar odatda hamda rasmiy harbiylar odatda siyosiy tarafning bu liniyadan kelgan buyruqqa unchalik astoydil qarab ketmaydi. Masalan, mudofaa ministridan kelgan buyruq Zhang Yushaga kelsa, Zhang Yusha uni ijro qildirib, tuvanga harbiy guruhninki, harbiy korpning, harbiy diviziya hammasiga ashu bo'yicha tushidi. Siyosiy jihatdagisi, siyosiy komissar orqali, partkom sekretari orqali ma yo'li bilan mangdi, ammo u izchil mangmaydi, buyruqdek mangmaydi harbiy buyruq. Shuning uchun balkim Xi Jinpingning ba'zi yo'l yo'riqlari Xi Jinpingning Tor üzülüp kaldı ekan. Tor üzülüp kaldı. Xi Jinping'in ba'zan degan yeringiz to'xtab qoldingiz. Xi Jinping'ninki hamda ba'zi buyruqlari balkim shu bo'yicha mangmay, Zhang Yusha uni o'zgartib yoki harbiy qoidaga tushirib mang'izgan bo'lsa, ba'zi mazmunlar tushib qoldi. Shuning bilan balkim u harbiydimi Xi Jinpingga yetkazadigan chiqimchilar bor.
ular berip ama buyruğunuzni siz manda degandingiz manda ijro qilyapti degandan keyin gumon texmi bo'lib oxirsida buni tutdi deb qarayman. Bo'libmi Xi Jinpingni men birondan deb kelyaptiman. Mao Zedongdan farqlandi ama Stalinga bek o'xshaydi. Stalin yana Stalinmi askarlarini tozalagan harbiylarni. Mesela Stalin 37-38'deki çoğun tazlaşta 5 marşalının içinden 3'ünü yoktu etken. Onun içinde en dağlıkı Tohachevski degen bir marşal. Naiti mahir, işki uğraşta naiti yaxshi harbiy taktikalar bilan sotsializm qarşılarını tutgan, şu komünistlarga yo'qotgan jang maydonida. Ama aşo başlık 3 marşalını yo'qotdi. O general uboladın asasen 3'ten 2 kısmını ofisörlerini hemmini yo'qotdi. Hazır Xi Jinping mu 7 kişilik harbiy ishlar komitetininki hazır 2 kaldı. Xi Jinping kaldı. Onun için hayatın birisi kaldı. Jiang Zemin degan Xitoy kaldı o deyman. Şunun da 7 kişilik komitetinin içinde 5'i yok idi. Hemisi tutuldu. Bu demeklik Xi Jinping Stalinga bekerek o'xshaydi. Yana Stalinning usuli qandaq dedisa Stalin maxfiy saqchi, ya'ni NKVD deydi, keyin KGB mi deydi. Shular orqali beribli tutibla sotlab yo'qotdi. Xi Jinping mi shunga o'xshaydi. Xi Jinpingning imtizom tekshirishi şu Sovyetning şu vaqtdagi NKVD yoki KGB'ga o'xshash barido, tutidi, parxor deydi. Parxor emasmi, oxir parxor bo'lib chiqadi. Ama Xitoyning sistemasida parxor bo'lmaymi, uskin olmaydi. Shunga o majburiy sizni parxor qilib, uniki o'stirdi. Chunki joylaydigan vaqtidami shu parxorlik bilan joylashga oson bo'ladi. Ilki men ishlayotgan vaqtimda Shexanzdagi Xitoyning korxonchilariga dars o'tgandim, shular degandi. Bajdarisi qasddan bizni baj o'g'irlig'izdi deydi. O'g'irlab bo'lgandan keyin aman bizni tutma joylayma degan vaqtda sen baj o'g'irlagan deb keldi. Shuning uchun o o'g'irlamaymi amal yo'q, o'g'irlabmi xotirjam bo'lmaydi deb. Shuning kommunistning boshliqlari o'xshashlar bu tizim. Shuningga hamda meningcha Xi Jinping'ninki psixikasi Stalinga o'xshaydi. Yana gumonxo'r, ishonmaydi. Endi bu yerda buning oqibati qanday bo'ladi deganda yana bir xalqaro shaxs bor. O bo'lsa Gitler. Gitlermi 1938-yili shu vaqtdagi German armiyasining urush ministri Bloomberg degan odamni uni ip tashlab o'tdi general. Chunki u odam harbiy amaldor. O Gitlerga har doim deydigini aldirmayli, urushga kirmayli, g'arib kuchlik, biz ularni yenga olishimiz notayin deb bir xil ehtiyotchan odam. Shuning Gitler uni yaxshi ko'rmaydi. 38-yili oldi bilan Bloombergni ivitdi. Uningdan keyin harbiy ishlarga mas'ul bo'lgan armiyasining bosh qo'mondoni Fleischer deyman. U generalni ivitdi. Gitler o'zi harbiyning bosh qo'mondoni bevosita bo'lib, uningdan keyin har bir gruppaga bevosita buyruq tushirdi. Stalinmi harbiy amaldorlarni, marshal, generallarni yo'qotib, oxirsida yoshlarni yetishtirib chiqdi. Bu yosh ofitserlar qanday bo'ldi degan vaqtida sadoqat bo'ldi, tavakkulchi bo'ldi. Chunki uning oldidagi yiqilganlar hammasi ehtiyotchanligidan yiqilganligi uchun ular tavakkulchi bo'ldi. Harbiy degan shu urush bo'lgan vaqtida o'sishi tez bo'ldi. Shuningga bular urushni yaxshi ko'rdi, ehtiyotchan bo'lmaydi. Shuningga Stalinmi harbiylarninki bosh qo'mondonlarni hammani ko'ni peshqadamlarni tozalab yo'q deydi. Uningdan keyin birinchi urushi Finlandiya bilan urush qildi. Ama nait cho'ng badal to'laydi, lekin davlat cho'ng bo'lgandan keyin odimijiq bo'lganligi uchun oxirsi Finlandiyani suhbatga akilib
hozirgi Kaliningrad deydi-ku deymi, bir necha shaharni Leningrad mı, Kaliningrad mı? ha, shularni ivolidu. Aslida u Finlandiyaning zimini. Hı hı. Gitlermi ishki harbiy amallarni yo'qitib etib, undan keyin rasmiy qolgan Yevropa urushi, Sovetga qilgan 41-yildagi urush hammani o'zi bevosita. Hamda Shi Jinping Zhang Yuxianni, ya'ni ehtiyotchan, mutaxassis harbiy amallarni buni yo'qotdi, hamda buning o'rniga yetishtirgan, masalan, hozir kelib qolgan harbiy ishlar komitesidagi Zhang Shengmin degan Xitoy bu siyosiy komissarlikdan chiqqan ekan. Ya'ni demak bu odam harbiy jihatda bilimi unchalik emas. Siyosiy degan gap, siyosiy komissar degan gap partkomning sekretari shu. Ular hamda shu siyosiy ideologiya, huquq talashish buning mahir bo'ladi. Yana huquq talashish deganimiz odam joylashda. Ama ondan boshqasi da bo'lmaydi. Shuning uchun bu Shi Jinping'ninki meningcha Tayvanga tavakkul qilishiga bir yo'l ichilishining boshlanishi deb qarayman. Mening farzim kelar yili nayt cho'ng deb o'ylayman. Chunki kelar yiligacha bu yosh harbiy amaldorlardan bir turkumni o'stirdi. Ondan keyin Xitoy armiyasining kelar yili 100 yillik bo'ladi. Shuning bilan yosh ofitserlari 100 yiliga bir so'g'at deb Tayvanni olamiz deb urushni boshlashi mumkin. U vaqtda Shi Jinping urayli desa urimiz, yengimiz deb chiqib berdi. Tavakkulchilik shuning bilan dunyoni cho'ng bir baloyi ofatga, ammo Xitoy o'zining zavolligini olib keldi. Shuningga men shu tarafda deb qarayman. Ama bu bir cho'ng xalqaroliq cho'ng o'zgarish. Undan keyin qisqa kaynin qo'shib atsak, hozir masalan tunugunning Xitoyning to'rbatlarida bo'libmi, Xitoy ichkilik to'rbat emas, chet eldagi voy o nemini Zhang Yuxianni harbiylar qutuldiryapti. Hozir teqi Beijingning bir yerlarida tutishib etibdi, urushlar bo'yitibdi degan. Balkim ba'zilar buning ishonishi mumkin. Onu 6 günden aldığını tutup oldu. Tutqa vakti 6 günden aldı. 6 gün geçe iş qilmayam tünügünge kelganda onu apçırgan menimcha o xil ihtimali asosan 0 deb qarayman. Xuddi Mao Zedong Limbiyoni yo'qitib etdi. Limbiyo degan shu vaqtdagi eng kuchli harbiy qo'mondoni. Hech kim qilolmadi. Shu vaqtda harbiylarning havo armiyaning bosh qo'mondoni Cho'g'uzo degan Xitoyga deyman. U ba yana dengiz armiyasining ba hech qaysi Limbiyoni qutuldiramadi yoki ayrim bir ish qilamadi. Mao Zedong vaqti degan qeyrib aran o'rtura oladigan vaqti. Lekin hech kim qilamadi. Demak, Shi Jinpingning huquqi mukammal, hamda u Zhang Yuxianni u yerdan tutilgan yerdan qutulib chiqdi degan gap menimcha nayt tuvan darajadagi bir xil ahvol. Ammo Xitoy hokimiyati nayt xatar bir yerga qarab mangdi. Bu aniq. Chunki buni tutishi bilan butun Shi Jinpingning atrofidagi hamma odamning yuragi pok-pok bo'ladi. Bunda dadisi bilan yaqin o'tgan, o'zi bilan yaqin o'tishgan, o'zi bilan og'ini bo'lgan, ham uning eng kuchli qo'llig'ichisi bo'lgan bir odam tutalgan odam yenidagi har qandig'ini joylab yetalaydi. Shuningga hammasining yuragi pok-pok. Bunda vaqtida qasdash ehtimoli cho'ng. Tushundim. Ko'pdan ko'p rahmat aka, nihoyatda tushunishlik, meg'izlik qilib tushuntirib bergan bo'ldingiz. Endi oldimizda yana o'zgarishlar bo'lsa, yana buning uchun to'xtalamiz, xudoyim buyursa. Endi keyingi savolga o'tsak, yaqindan yoqqa Amerikaniki, ya'ni Trump hukumati kelgandan keyin nihoyatda jiq o'zgarishlar bo'lyotdi. Masalan, ba'zi nimaga qaraganda, harakatlarga qaraganda bekor aqliqi. Türkçe izolasyon deydi ama Uygurçadan da bekinmişlik siyaseti. Özgü bekinayotgandek qilgan bilan yana bir tarafdan qarasa yana bir dünya siyosati yana bir aktivlikmi bor deb nim qotadi. O'zidan sirtdiki, masalan Kanada bo'lsin, nurg'un davlatlarga
baj siyosati bo'lsin, har xil har jihatdan boshqacha bilinib o'tadi. Hozirgi Amerikadagi o'zgarishlar haqida bir qisqacha to'xtalib beramiz. Amerikadagi o'zgarishlar yig'inchoqlab ketgan vaqtida bu ba'zilar isolationism deydi, yana bekinmichilik deydi, ammo bu bekinmichilik deyish menimcha degandek to'g'ri emas deb qarayman. Chunki bekinmichilik deganda biz Xitoyning Manching yoki keyingi Mao Zedongning davri o'zining davlatning ichiga kirib olib, teshi bilan kari yo'q. Teshida o'lyaptamdi, mengyaptamdi kari yo'q. O'zi bilan o'zining go'shini yeyishib, ichida qilish. Amerika yana bu isolationism degani Amerikaningki ko'rsatayotgani ba'zilarning Misal Latin Amerika maqtadiga davatida. Ammo lekin biz mayli prezident Trump'ninki, mayli Vance'ninki, J.D. Vance'ning yordamchi prezident, yoki amaldorlarninki, yoki Cumhuriyetçi Partiyasining nazariyachilarining ko'z qarashiga, so'ziga diqqat qilsak, bular yig'inchoqlab ketgan vaqtda men burunmi dedim, yana g'arb madaniyatini qutuldirish uchun oxirgi eng keskin bir hujumga o'tdi desakmi bo'ladi, qo'g'dash urushiga o'tdi desakmi bo'ladi. G'arb madaniyati yana Hristiyan dinini asos qilgan Yunan yana Grek'ten başlangan g'arb madaniyati, yani Grek'ten Romga o'tdi. Romdan Hristiyan dinini qabul qilgandan keyin Romdan yeyilib Yevropaga, Yevropadan Amerikaga kelgan ve Amerika'nın başka yerlerge yayılgan bu g'arb madaniyatini qo'g'dashga o'tdi. Şu maqsadda bu Amerika'nın siyosati o'zgaryapti. Shuning uchun biz qaraydigan bo'lsak, Kanadag'imi sening xato siyosating deyapti. Qayerni xato deyapti? Bularning deyotgani ko'rinishda davlat ichilik siyosatda ko'rindi. Demokratiya, erkinlik, barobarlik, bu barobarlikninki oxirisi bu g'arb madaniyatininkiga buzg'unchilik bo'layotgan tarafini ta'kidlayapti. Mesela Amerika'da yakında nima bak ko'tarilyapti deganda Minnesota bir shtat. Bu yerda Somaliliklar ekan. Bu Somaliliklarning Covid vaqtida bolalarga beradigan bir pullarni bir qo'yimchilik yo'llar bilan bu pullarni qo'yimchilik qilgan. Undan keyin ba'zi maktablarda, doktorlarda hukumatning beradigan yordam pulidan naytiji qo'yganligini bu Soma endi uningki ichida boshqa millatlar bor. Ammo Somaliliklar asos bo'lganligidan hozir qaraydigan bo'lsangiz, Somalilik, musulmon bu narsa oldiga chiqyapti. Amaliyotda Amerikada qo'yimchilik o birlik community bilan emas. Balkim Xitoylar eng chong qo'yimchiga jamiyati Xitoy jamiyati. Lekin ular ko'rinmaydi. Mavla oldiga chiqib qoldi. Nima degan vaqtida bu Hristiyan madaniyatininki ustiga qurilgan bu g'arb madaniyatining o'zlari bir xil krizis uchrayapti. Bu krizisni qutuldirish uchun biz bu hozirgi bu barobarlik, hammaga e'tibor berish, masalan LGBTQ deydi u bu. Chunki LGBTQ degan bularninki masalasi nima deb oldiga chiqib qoldi deganda oil bir jamiyatninki hujayri deydi. Konservatizmlar. Oili buzildi, jamiyat buzildi deydi. Jamiyat buzildi, bir millat, madaniyat gumron bo'ladi deydi. Shuning uchun menda degan vaqtida bu isolationism emas. Bu g'arb madaniyatini qo'g'dash bir kurash.
Şununla Avrupa'nı mı ayıplayıverdi? Mesela Angliya'nı ayıplaydı. Başka Avrupa ellerini hepsini ayıplayıverdi. Ama isolationizm emas. Menimce bu bir hata düşünce deb qarayman. Agar isolationizm bo'lsa, Greenlandni menga badab turib olmaydi. Masalanda. Greenlandninki masalasida bu hamda qistirib o'tib ketsam, bu yerda Amerikaninki andishining asosi yo'qmi emas. Amaliyot albatta men hozirgi qo'llangan usulni men qo'llabmi ketmayman. Shaxsan men bu to'g'ri deb qaramayman. Chunki u bir ittifoqdosh. İttifaqdoshga unda tahdid selish to'g'ri emas deb qarayman men. Ama lekin bu yerdagi andish asosi bor. Chunki yaqinda chiqqan Amerikaninki bir nima ma'u aqlambirininki chiqqan bir reportini ko'rdim. Bu yerda Rus orqali Sovet nima Xitoyninki atalmış fan texnika tadqiqot olib berayotgan bo'libmi shu polar bear yana oq iyiqlar bor shu tarafda Antarktikada. Shuni tadqiq qilamiz deb Xitoyning to'xtamay paraxodlari shu yerlarga berib, u yerlarni tekshirayotgan, kuzatayotgan bu xil ahvol shu bir necha yilda nihoyat ig'ir. Bo'libmi Rus Ukraina urushida patqoq ketilgandan keyin Xitoyning harbiylariga ruxsat berib, Xitoy armiyalari, askarlari dengiz armiyasining Rusning paraxodlari bilan, Rusning harbiy paraxodlari bilan shu atroflarda kuzatib yurgani bu rost. Shuning uchun bu tahdid Amerikani cho'chitgan gap. Chunki yana bir tarafi hamda o dokladda men ko'rganim. Hozir muz eriyotdi. Bu muzlarning hammasi erib ketsa, Xitoyning shu Sovet tarafidan, Rus tarafdan nihoyat tezlik bilan Yevropaga o'talaydi harbiy paraxodlari. Bu texmi bevosita tahdid. Shuning uchun Greenland masalasi Amerikaning andishini qo'zg'ashda asosi bor. Ammo lekin shaxsan mening ko'z qarashimda usul to'g'ri emas. Harbiy kirgizib olmayman deb. Chunki bu bir ittifoqdosh bizningki NATOning bir a'zosi. Amerika nima qilmadi desa qila oladi. Shu funksiyaning ichida turibmi? Shuning uchun menimcha bunda usulda xato deyman. Ammo lekin bu yerda buni ko'tarib chiqishim isolationism degan ma ko'z qarashning bekimi degandan menimcha muvofiq emasligini deyish uchun. Endi bu Amerikaninki hozirgi vaziyati yig'inchoqlab mening ko'z qarashimcha g'arb madaniyatini qo'g'dash. Shuningga g'arb madaniyatiga kiradigan Yevropa, Kanada bularning hammasini Amerika o'ngshash kerak. Biz o'zimizni qo'g'dimisak ko'chman yoki boshqalar buning ichida dinmi bor? Bular bizni o'zgartirdi, bizning madaniyatimizni ostin-ustin qilib, oxirsida biz gumron bo'lamiz deb bu andish. Amerikadagi mushu masala. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat aka. Nihoyat muhim hozirgi vaziyatga tushadigan ikki bir temada to'xtalib yaxshi javoblarni bergan bo'ldingiz. Hurmatli ko'rurmanlar, bugungi programmamiz mushu yerda oyoqlashdi. Eshitga sizga rahmat aytaman. O'zimga rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlarimga rahmat. Hamsi qarindoshlar, kelajak programma ko'rishga omon bo'linglar. Allohga omonat.